Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. İsrailiya saqchilari Xitoyning Dahua va Hikvision shirkatlari ishlab chiqargan nomer taxtasini tonish kamerasini ishlatgan. Yer shari xabar torining 27-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Isroiliya saqchilari shartga uyg'un bo'lmaganligi sababidan Amerika va Gollandiya qatorliq g'arb davlatlarida cheklangan bir kutkizda qatnash ijro qilish turining bir qismi sifatida Xitoyda ishlangan nomer taxtasini tonish kamerasini o'rinlashtirmoqda ekan. Saqchilar yana Xitoyning Hikvision shirkatining kamerasini ishlatadi ekan. Bu ikki shirkat yaqinqi yillardan buyon nurg'un g'arb davlatlarining davlat ul asliyalaridan chiqarib etilgan. Yer shari xabarlari Isroiliya saqchilari ishlatgan Xitoyning bir kutkizda turi ishlab chiqargan davlatni nazorat qilish uchun ishlatilgan kameralarning ko'pinchisining maxsus Dahua tarafidan Xitoyda ishlanganligini egallagan. Dahua va Hikvision 2021-yili Amerika Federatsiya xabarlash kengashi tarafidan Huawei, Xitoy Telegraf va Zhongxing bilan birlikda Amerikaning davlat bexatarligiga ziyon yetkazadigan shirkatlar qatoriga kirgizilgan. Amerika parlamenti yana hukumat qonuni yoki federatsiya hamjutiga tayinlangan har qanday tashkilotning Dahua va Hikvision kuzatish kamerasi qatorliq Xitoy shirkatlarining mahsulotlarini import qilish va sotishini cheklaydigan alohida qonun ma'qullagan. Amsterdam shahri josuslik andisi va Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligiga sherik bo'lishi gumoni sababidan 5 yil ichida ko'chaga o'rnatilgan 1300 ga yaqin Xitoyda yasalgan shahar kamerasini almashtirganligini e'lon qilgan. Onun ustiga ma'lum bo'lganidek, Amerikaning Xitoy kamerasiga bo'lgan gumoni sababidan Isroiliya Elbit Systems va Isroiliya aviatsiya sanoati qatorliq mudofaa shirkatlari bu kameralarni qat'iy ishlatmasligi kerak. Dahua va Hikvision 2021-yili Shanxayning janubiga 200 km keladigan Hangzhouda qurilgan. Bu ikki shirkat yer shari bexatarlik kamera bozorini kontrol qilgan bo'lib, Xitoy hukumati Hikvisionning 39%, Dahuaning 12% payiga ega ekan. G'arbdagi bir qancha davlat har ikki shirkatga jazo va boykot e'lon qilgan. Dahuaga Amerika, Kanada, Ukraina, Avstraliya va Angliyada jazo yurgizilgan. Amerika, Kanada, Angliya, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Ukraina, Koreya va Hindistonda Hikvisionga qarshi jazo va boshqa harakatlar mavjud ekan. Josuslik andisiga qaramay, Isroiliya saqchilari davlatning yo'llarini Xitoyda yasalgan kameralar bilan qoplashni tanlagan. U bir qadar arzon, texnikalik ishonchiligi yuqori tovar bo'lib, belgilama bo'yicha kameralar faqat nomer taxtasini nazorat qilishi kerak. Ammo Isroiliya fuqarolar erkinlik jamiyati fuqarolar huquq bo'limining mudiri advokat Gail Ganmor bu sistema yana yaqindan suratni saqlaydi. Mashina ichidagi shofir va yo'lovchilarni ko'rgili bo'ladi. Saqchilar boshqa sonliq ma'lumot ombiri bilan sonliq ma'lumotlarni o'zaro tekshira oladi degan. Sharq Turkiston surgunda hukumati Isroiliya saqchilarining bu qilmishiga qattiq norozilik bildirdi. Hukumat tashqi ishlar ministri Salih Xudoyer apandi Sharq Turkiston surgunda hukumati Isroiliya saqchilarining Xitoyning Dahua va Hikvision shirkatlarining kamerasini ishlatib, Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qulaylashtirganligini qattiq ayblaydi. Isroiliyaning cho'ng qirg'inchilikdan keyingi eng cho'ng irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lgan va Amerika tarafidan qora tizimlikka kirgizilgan o'rinning texnikasini ishlatishi kishini intayin bearam qiladi. Biz Isroiliyadan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lgan barliq shirkatlar bilan bo'lgan hamkorlik va savdoni oxirlashtirishni talab qilamiz. Biz barliq davlatlarni axloq o'lchami va inson huquqlari qoidalarini yanglashga, Xitoyning bosqichi siyosatini bevosita va vositali turda qo'llamaslikka chaqiramiz. Bu xil harakatlar axloq butunligi va yer shari mahrumiyat va erkinlikka xatar olib keladi, dedi. Amerika O'rta Osiyodan eksport qilingan tovarlarning Ozarbayjonni o'z ichiga olgan Rossiya va Xitoyni o'z ichiga olmaydigan yo'llardan o'tishiga kafolatlik qilishni xohlaydiganligini bildirgan. Markaziy Osiyo xabar torining 28-iyun kunidagi xabarda aytilishicha, munosabatlik dokladga asoslanganda Amerika tashqi ishlar ministrligining Yevropa va O'rta Osiyo ishlariga mas'ul muavin yordamchisi James O'Brien Avam palatasi tashqi ishlar komitetiga Amerika O'rta Osiyodan eksport qiladigan tovarlarning Ozarbayjonni o'z ichiga olgan Rossiya va Xitoyni o'z ichiga olmaydigan yo'llardan o'tishiga kafolatlik qilishni xohlaydiganligini aytib, bu fikir butkul O'rta Osiyo rayoniga mos keladi. Vaqtliq hal qilish chorasi Ozarbayjon bilan hamkorlashish. Bir yo'l Gruziya orqali Qora dengizga tutishidi, ammo texmi cho'ng yo'l Ozarbayjon, Armeniya va Turkiyadan o'tadi. Amerika Armeniya bilan Ozarbayjon o'rtasida tinchlik kelishimi imzolanishini qo'llaydi degan.
Şərq Türkistan sürgündə hökuməti ictimai axbarat vasitələrində Mərkəzi Asiya sodasıdakı yana bir strategiyalik yol Hindistan orqali mustaqil Şərq Türkistandan o'tadigan yo'l bo'lib, bu yo'l rayonlarni bir-biriga bog'lab, Xitoy bilan Rossiyaga tayinishni azaytadi. Bu yo'l rayonning egilik huquqi va iqtisodiy erkinligini qo'llab, O'rta Osiyoni kuchaytirish orqali dunyo iqtisodiy va jo'grafiyalik siyosiy muqimlikqa g'oyat zo'r foyda olib keladi, dedi. Biz ko'p hollarda aqlni bak cho'ng bilamiz. Aqlliq odamlarni texmi shundoq. Biz aqlliqlarni ulug' ishlarni qilyotidi deb qaraymiz. Shunga ularning qo'lidan ulug' ishlarning chiqishini kutamiz. Ammo shuni kamdan kam o'ylaymizki, aqlliqlarning ko'pi qo'rqinchoq keladi. Chunki aql ko'p hollarda oqibatni, boshqalarning berishi mumkin baholarni va nom-obro'yni ko'p o'ylab oladi. Bundaq aqlliqlarni qo'rqinchga soladi. Oqibatda dunyoni bir turkum aqlliq, ammo jasoratsizlar qoplaydi. Bundaq dunyo aqlsiz, ammo jasoratliklarning boshqurishiga qoladi. Nurg'un aqlliqlar buni o'zidan emas, balki dunyoning adolatsizligidan ko'radi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimin A'lo apandining yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.